Do'stlar, bugungi lokatsiyamiz turli xil pritseplarni ishlab chiqaradigan mana shunday kattakon zavodimiz. Zavodimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, turli xil pritseplar, treylerlar, qolaversa xolodilnikli konteynerlar, sementavozlar, propan uchun maxsus mashinalarning pritseplarini ham ishlab chiqariladi. Agarda sizlarga zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilish kerak bo'lsa yokida mana shunday pritseplar kerak bo'lsa, albatta bunda biz sizga Shanxay Exim jamoasi yordam beramiz. Okalar, mana bu pritsepimiz uzunligini qarani, orqasida zapaska balonni tevaga ko'tarib qo'yar ekan. Buni bilasizlar, O'zbekistonda katta asfalt yotqizadigan mashinani tashiydi. Xullas shahar ichida yurishga taqiqlangan mashinalarni yokida o'ta sekin yuradigan mashinalarni tashishga ishlatiladi, buni bilasizlar. Yengil sanoat uchun hozirgi kunda O'zbekistondan Germaniyaga, Italiyaga, Amerikaga juda ham ko'p eksport bo'lmoqda mahsulotlar. Mana shu mashinani ko'rishingiz mumkin. Bu ham Xitoydan O'zbekistonga yuk tashish uchun buyurtma asosida tayyorlangan mashina ekan.